Anchagina o'zgarganman-a. Go'zalsiz. Lekin o'ylaymanki, ovozimni taniysizlar ya. Xudoga shukr, ovozim o'sha. Ishdagi ishq filmida kotiba obrazi bor, to'g'rimi? Va bu obraz menimcha hammaga yaxshi tanish. To'g'ri, birovlarning xatini ochib o'qish yaxshi emas. Lekin o'qidim, bilasanmi, qotib qoldim. Aynan mana shu obrazga o'zbek tilida dublyajimizning afsonalaridan biri Svetlana Tagirova ovoz bergan. Axir ayol kishi shundoq yuradimi? Lyudmila Prokofyevna. Judayam zo'r. Xo'janak buvoni bukchaygan ishchi. Bir narsadan quruq qolganday erkakcha qadam tashlab, tez yurib ketasiz. Я вас всех очень люблю. Будьте здоровы и счастливы. Salomat bo'linglar. Kechirasizlar. O'zbek tilimin ozgina invalid deb qoldi. Judayam yaxshi, rahmat. Bay. Sizni ham o'zingiz bo'lsin. Svetlana Tagirova uzoq yillardan beri oilasi bilan Belgiyada istiqomat qilar ekan. O'zbekistonni juda ham sog'inganini ta'kidlagan va o'zbeklar uchun zo'r o'zbekcha qo'shiq ham kuylab berdilar. Jonim tasado, senga jon o'lkam, o'lkaki aziz, ulug'vor ko'rkam, o'lkaki aziz, ulug'vor ko'rkam. O'z navbatida O'zbekiston Fanlar akademiyasining Tarix instituti yosh olimlaridan biri Muxtorbek akaga katta rahmat. Ilmlar manfaatli bo'lsin. Tezroq vatanga qaytishingizni so'raymiz. Shohlayev oilasi kengayayotgandan men juda ham xursandman. Originalni ko'rsataman. Belgiyadan barchangizga sog'inchli salomlar. Shohjahon, keling, mana anaqa qilmay, syomka qilmay, ancha o'zgarganman, ancha tanishmaydi. Opa, meni auditoriyam juda ham sinchkov va sizni albatta tanishadi. Nimaga meni ismimni Zaynab qo'ygansizlar? Kumushga o'xshab o'lib ketsam mayli edi. Bu nima deganing qizim? Navruz opa, Men tanidinglarmi? necha yoshda bo'lgansiz o'shanda? 27 yoshda. 27 yosh. Men 20-22 yosh bo'lsangiz kerak edi, o'ylagandim. Kastingdan o'tib keyin rol o'ynagansiz. Ha, kastingdan o'tib keyin rol o'ynaganman. Lekin sizdan oldin bu kastingdan Juda ham ko'p aktrisalar qatnashgan, hattoki qo'shiqchilar ham, xonandalar ham qatnashgan. Shu qatorda Rayhon G'aniyeva bilaman, juda ham yaxshi proba berganlar, ham o'tganlar ham, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra ular o'ynamaganlar, bilmadim nima, balkim to'g'ri kelmagandir grafik. Rayhon G'aniyeva, xonanda Rayhon G'aniyeva Zaynabni o'ynashi mumkinmidi? Mumkin edi. Axtarib men tasallolar. Navruz opa, 6 ta qismdan keyin nimaga bu rolni o'ynamadingiz? Siz chunki o'z xohishingiz bilan ketgan ekansiz serialga. O'z xohishim bilan ketganman. Ha, men uchun bu juda ham qiyin bo'ldi. Chunki men aktrisa emasman, meni kasbim emas. Qiynalgan joylarim juda ko'p bo'ldi. Keyin meni asosiy ishimga ham xalaqit berdi, televideniya. Navro'za Binaz va qadrli do'stlar, to'liq intervyuni, shaytanat, tasvirga olish jarayonlari, hammasini siz mahalla telekanalidagi Shohlayev ko'rsatuvida ko'rishingiz mumkin. Ana shunaqa. Rahmat opajon. Sog' bo'linglar. Kim qushlar chaldi? Men sizlarga kim ovoz berganini One Piece'ni yangi do'kondan turib ko'rsatmoqchiman. Kavkaz asirasi va uy operatsiyasida bu uchovlonga boshqa aktyorlar ovoz bergan. Masalan, Vitsin. Bilmaysizmi, hojatxona qayerda? Bunda Vitsinning o'zbekcha ovozi Sadriddin Ziyovdinovga tegishli ekan. Margunovchi. Boshingni ko'tar deganman senga. Qaydaman? Ko'zingni och, tezroq mashinaga chiq. Bu Yoqub Ahmedovning ovozi. Ana endi Nikulin. To'xta ey parovoz, shoshma bir nafas. Konduktor tormozni bosib tur birdan. So'nggi bor onamga salom beraymen. Meni ko'rib qolsin mehribon onam. Bu betakror ovoz Nabi Rahimovga tegishli edi. One PC brendi O'zbekistondagi eng katta kompyuter hamda noutbuklar do'konini ochish arafasida. Ochilish marosimi kuni sizni zo'r sovg'alar va katta chegirmalar kutmoqda. Batafsil ma'lumot uchun One PC ga obuna bo'lib qo'ying. Originalni ko'rsataman. Komil Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak.
bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda ikki dunyoda ham sakramasdi. Yashash aziz hissi dilda kezganda, Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Qora ko'zim kelmazum. Men ishonaman. O'zbek adabiyotini kelajagi porloq, bu buyuk adabiyot. Sizlarga baxt, saodat, sevinch, quvonch tilaymiz. 68-yillaringiz, ishlaringiz bundan ham barakali bo'lsin. Kino, teatr va adabiyot haqidagi eksklyuziv kontentlar uchun obuna bo'ling.